Bir sassiqchi ana bo'ldi. Mana program judayam zo'r chiqyapti lekin birga kulgili bu video lekin bizga judayam kulgili bo'ldi. Do'stlar, mana program qanaqa chiqdi? Men ustida bu masxara qildim. Albatta obuna like bosinglar va boshqalarni prank qilishga ketdim. Hech kim qo'rqmasa bo'ladi. Hech kim qo'rqmasdan buni yuvorish kerak, esdan chiqish kerak emas. Bo'lmasa mana bir burniga bitta debada bo'ldi. Ketdi bo'lmasa boshqalarni ham prank qilmoqchiman. Nima qilasan bu obunachilar uchun va hamma narsaga tayyorman. O'shaning uchun hozir boshqalarni ham prank qilmoqchiman. Kimni prank qilsamikin o'zi? Siyoh rangli qishlog'ini prank qilsammikin? Yo'q, siyoh rangli qishlog'ini prank qilsam bo'lmaydi. Yana 3 ta shikoyat yozsa qamoqqa boraman. Oq qishlog'iga yo'q, oq qishlog'iga borib kelmayapti. U ham shikoyat yozaveradi sundan. Yana ular obunachilik yig'maydi, like'lik yig'maydi. Ular axir mashhur emas-ku. Bitta paydo qoldi. Bitta mashhur bolani prank qilsamchi, masxara qilsamchi. Bu esa kapot. Kapot hozir nima qilyapti? Kapot albatta hozir uxlayapti. O'shaning uchun kapot uzra masxara qilamiz. U axir mashhur ku, to'g'rimi? Bo'ldi, bu biza ketdi. Davay obunachilar, video yoqamiz. Bugun sizlar bilan juda ham mashhur kapot degan bloger uzra masxara qilamiz. Qani ketdi bo'lmasa nima qilishim shu o'ylab topdim. O'ylab topganim yo'q. Mayli, obunachilar uchun shohidana nima qilsammikin o'zi? Uyda qo'rsammikin? Ayyo, uyda qo'rsam juda ham yomon bo'ladi-ku. Yomon, juda ham g'alati bo'ladi. Yo, balkim kraska bilan bo'yasamchi. Kraska bilan bo'yayman bo'lmasam. Davay, kraska bilan bo'yayman yuzini. Qani kapot mexkicha. Hop. Oppa, ana bo'ldi. Bo'yganimga qaranglar. Yuzini yashilib qoldi. Hamma yo'q, yana izimrudni qo'ydim. Buni prosta kraska bilan bo'yab yoqadigan bitta mana kapotga bo'ldi do'stlar mana. Do'stlar, mazza qilib uxladim lekin hammangizlar do'stlar, mana kompot mani yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Nima tushunmadim do'xtirlar. Mani qo'limga nima bo'ldi? Nimaga men yashirib qoldim? Men tushunmadim shuni do'stlar. Ko'zimga yashirib qoldi do'xtirlar. Ko'zim artib olmayman, uxlamayapman. Nima ish qilib? Yo'q, men uxlamayapman do'stlar. Axir men turdim. Nimaga men yashirib qoldim? Ko'zim ham yashirib qoldim. Axir meni ko'zim jigaring rangida-ku. Nimaga yashirib orqamda yana izimrud? Nima orqamda nimaga izimrud paydo bo'lib qoldi? Tushunmadim. Nima bo'lyapti o'zi menga? Yuborsammikin, artorsam ketarmikin bu? Yo'q. Do'stlar, sizga yoqdimi kapotni jag'li chiqasizlar? Menga juda ham yoqdi. O'shaning uchun like bosinglar, obuna bosinglar do'stlar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Obbo, nimaga bu ketmayapti? Men tushunmayapman. Bu kraska ketmayapti. O'zi kraskam bu. Men tushunmayapman. Ne shuni do'stlar, nima bo'ldi o'zi? To'xtaylik do'stlar, sizlar bilasizlar nima bo'lgani? O'zi uxlayotganimda nima bo'lgani bilasizlarmi? Men bilmayapman chunki uxlab turgandan keyin shunaqa kraska paydo bo'lib qoldi. Men hech nima tushunmayapman deydi do'stlar. Yana izimrud orqamda paydo bo'lib qoldi. Izimrud emas-ku. Bu menga yoqmayapti. Eshikni taqiladi, kim taqiladi? Bunaqa ko'rinishi meni kimdir ko'rishi xohlamayman. Bunaqa yashil ko'rinishi g'alati-ku. Mayli, ishini ochilichi kim kelganikin o'zi balkim qaradir kerak narsadir. Kim ekan? Qishloq ekan. Salom kapotdan so'roqchiman. To'xta kapot, nima bo'ldi? Qanaqa nima bo'ldi senga kapot? Qishloq, mengami bilmadim nima bo'lganini. Men buni qaragan o'zim ham tushunmayapman. Kimdir meni yashil rangga bo'yab qo'ygan. Nima? Bo'yab qo'ygan kapot izimrud bo'lib qoldingmi? Qanaqa izimrudning qishloqqa nima deyapsa? Kimdir meni bo'yab qoldi, kimdir meni masxara qildi. Yo'q, kapot, qanaqa qilib qolding? Uxladim, tursam shu yashilga kimdir meni bo'yab qopti. Bilmadim bo'lganini qishloqqa. Voy kapot, sen izimrud bo'lib qolsan-ku axir. Juda ham zo'r kapot, sen endi omad keltirasan. Nima omad keltiraman? Kapot, sen omad keltirasan. Ketma, hamma yetib beraman endi omad keltirishingni. Yo'q, qishloqqa to'xta ketyapsan qanaqa? Yo'q, do'stlar, hamma qishloqqa yetib bersa hozir yomon bo'ladi-ku axir. Nimaga qishloqqa nimaga unaqa qilasan axir? Obbo, hamma qishloqqa yo'limga kelib qoladi. Qanaqa omad keltiraman? Hech qanaqa omad men
keltirmasam axir nima qilgan endi bu? Do'stlar, kim meni bo'yab qoldi? O'zi bo'tdi. Nima qilaman endi? Mayli, hozir telefonim jingilayotdi, sehrangli qishloq qilyapti. Voy kaput, bitta uyim kelib ketolmaysan bitta narsa Uchun uying kelib ketolmayapti, yo'q lekin kaput, iltimos uyim yonib kelib ketgan, juda ham kerak. nimaga kerak? Nimaga qishloqqa? Kaput, iltimos azkincha bitta narsa kelib ketdi qo'yimga. Mayli, qishloqqa kelib ketaman hozir. Sehrangli qishloq. Nimaga menga telefon qilyapti tushunmayapman. Mayli, yoniga borib kelaylikchi. Qani ketdi, balkim kerakli narsadir yoki men bu yashil kraska bo'lganim yetmasa bo'ldi. Chunki hech kim ko'rinishim kerak emas. Qishloq hammaga beraman dedi-ku axir. Voy, mana ket sehrangli qishloqqa. Sehrangli qishloqqa. Voy, salom kaput, rostdan ham izumrud deb qoldingmi? Qishloq qanaqa izumrud meni kimdir bo'yab qo'yibdi uxlayotganimda. Kaput, qishloq aldimabdi, iltimos, menda bir ikkita lucky block bor edi, o'shani ochib bergin kaput, sen omad keltirasan-ku, omadlisan-ku kaput. Iltimos, shu lucky block ochib bergin. Obbo, shuning uchun chaqirdingmi? Mana shuning uchun chaqirdingmi? Kaput, sen izumrud deysan-chi o'lsammi? Qanaqa izumrudni nima degani bu qishloqqa? Mayli, ochib ko'raman, omadli emassin bilasan. Kaput, rostdan omadli emas ekansan. Obbo, qishloqqa nima qilgani endi bu? Uf, aytdim-ku senga omad keltirmayman deb, izumrudni emasman. Nima bo'ldi endi bu? Mayli, zato qishloq uchun endi uydan hech qayerga chiqmayman. Uf, nimaga yana eshik taqlayapti? Men tushunmayapman do'stlar. Mayli, kim ko'raylik, hech kimganiki nima? Kaput, biz seni ko'rdik. Uyda hech kim yo'q axir. Kaput, bo'ldi, biz seni ko'rib bo'ldik. Chiq bu yoqqa. Qishloqlar, nimaga meni ko'rasizlar? Obbo, mayli chiqaman. Kaput, bo'ldi, chiqga bitta narsa aytmoqchi. To'xtanglar qishloqlar. Men hech qanaqa omad keltirmay, izumrud emasman. Ha, kaput, biz ishondik, iltimos. Biz bilan shaxtaga tushgan. Izumrud kerakini bizga. Izumrud deysan-ku axir, izumrud berasan bizga. Qanaqa izumrud, qanaqa shaxta qishloqlar, nima deyotganinglar axir bu? Kaput, iltimos. Hozir sizlarga endi aytaman-da, men hech qanaqa omadli emasman. Bu hozir shaxtaga tushgan ko'ramiz. Mana qishloqlar o'sha 1,5 soatdan beri yurimiz, bitta dona izumrud ham topganimiz yo'q. Men sizlarga aytdim-ku, omad keltirmayapti. Bitta izumrud. Kaput, mana senga aytdim-ku, omadlisan, izumrud keltirasan, izumrud deysan dedim-ku, kaput, mana izumrud. Qishloqlar unaqa demaylar, 1,5 soatda bitta izumrud topdi chiqmasam, men 2 soatda topganim yo'q shu izumrudni. Obbo, qishloqlar, lava qutqaringlar meni. Obbo, kuyib ketaman, lava. O'xshab qoldi cho'ta kaput. Qishloqlar, men sizlarga aytdim-ku, omad keltirmayapti deb. Endi qishloqlar tushunadigan umiddaman. Skladdan hozir zamog olib bot yopib olishim kerak bo'ldi. Men uydan chiqishim kerak emas. Endi qishloqlar yomonsangi biz otdaylik ekan. Obbo, qishloqlar nima yana? Kaput, juda o'xshab qoldi. Balkim sen izumrud deysan-ku, to'g'rimi kaput? Bizga izumrud bergan, izumrud ko'p bilamiz. Sen izumrud deysan-ku axir. Qishloqlar, qanaqa men izumrud emas, hech qanaqa izumrud emasman. Qanaqa izumrud? Menda izumrud yo'q. Kaput, endi aldamagan. Obbo, qishloqlar, menda ozgincha izumrud, menda umuman izumrud yo'q. Nimaga tushunmayapsizlar shuni? Kaput, tutinglar, davay izumrud kaput. Qishloqlar, to'xtanglar, haqqi meni tutasizlar, kerak emas meni tutish. Nima? Kaput, shu moda nima deb yozib qo'yding? Bir sassiqchi. Nimaga unaqa yozib qo'yasan? To'xtanglar, men yozganim yo'q. Kraska bilan kimdir buni yozib qo'yibdi. Kim yozadi demaysan, ham kraska bilan shaqa bo'lganmisan? Qishloqlar, men sizlarga aytdim-ku. Obbo, voqlar aytsa nima bo'lardi shu narsani kraska bilan bo'yalganingni? Qishloqlar, nima deganinglar axir bu? O'ynashyotsizlarmi sizlar? Ana mana masxara o'xshadi. Ana o'xshadi obunachilar juda ham zo'r masxara bo'ldi. Nega kaponsliga yoqdimi? Mana men qilganman bu shu narsalarni. Sal ham men bo'yab qo'ydim. Nima? Nima bo'ldi? Nima bir sassiqcha? Bu bir sassiqcha men yozdim obunachilar uchun. Ay, nima qilyapsizlar? Ay, burnim, nima qilganing bu? Qishloqqa, shunaqa ham bo'lasanmi? Shunaqa ham masxara qilasanmi? Nima qilganing? Voy kapur, bunga ko'rsatib qo'yish kerak, bular yuvish kerak. Meni ham yuvish kerak, lekin qishloqlar, men buni qaranglar. Rahmat, lekin qishloqlar sizlarga otda qolmasdi qilib bo'ta cho'milyapman. Bo'ldi, yuvim bo'ldim, qaranglar, top
tozagina bo'lib qoldim. Ha, kapot sen top-toza bo'lding, lekin men devorim top-toza bo'ldiman. Ha, mer sassiqni deb yozganimman. Qani yurchi orqamdan senga ko'rsataman bo'lmasa mer. Ha, bo'ldi, sen yub qo'ydingmi? Ha, yub qo'ymadim-u, lekin undan ham zo'rroq narsa qilib qo'ydim mer sassiqchani. Davay mer bu yoqqa ana bo'ldi. Mer hidi kelyapti. Nima kapot, bir hid kelyapti, qanaqa hid kelyapti? Mana mer sassiqchi deb yozilgan. Mer sassiqchi emas, merda hid kelyapti degan. Nima endi yomonmi? Kapot nima qilganing? Menga bu umuman yoqmayapti. Bo'ldi, buni o'chirib olgan. Mer axir zo'r-ku, merdan hid kelyapti. Mayli o'chiraman, jahling chiqmasin. Kapot, bo'ldi, buni o'chir, menga yoqmayapti baribir. Ha, mayli mer, buni o'chiraman. Nimaga unaqa jahling chiqadi? Mer hid kelyapti emas, yomonmi deb. Mayli do'stlar, bu qishloq qilaman. Izimot deb o'ylashdi. Like boshqa bo'lsa tanishib qolsak, hammaga qarshi sog' bo'linglar.